Mashriq mash'ala o'quv markazida to'quvchilik kursimiz bor. U 2 oy kursdan iborat. Birinchi oyimizda asosan biz bolalarga to'qiladigan kiyimlarni o'tamiz. Ularda shapka, sharf, pinyetka, jimper, ishton to'qiladi. Xohlagan o'zligisi yog'i xohlagan narsaligisini to'qishni boshlashadi. Ikkinchi oyimizda katta kiyimlar to'qiladi. Qizlar o'zligisiga xohlashgan kiyimlarni, ko'ylak, jimper, yubka, surtuklar to'qishadi. Mana qizlarimiz to'qigan o'zligisi, qo'lligisida shu 2 oy, 3 oyda kelib o'rganib bizda o'rganishgan kiyimlar. Pista gul ro'molimizga 8 ta zanjir olib birlashtiramiz. Sxema asosida to'qib boriladi. Yaproqlari to'qib, chetlariga to'rtburchak motiv ulab olganimizdan keyin, to'qib bo'lingandan keyin har bitta motivlar bir-biriga nina asosida, ya'ni to'quvchilik ninasi asosida bir-biriga ulaniladi. Hamma motivlar bir-biriga ulanib chiqilgandan keyin qo'shimcha yarimta motivlar ham to'qib olinadi. U yarimta motivlar ochiq qolgan joylarimizga ulaniladi. Hammasi ulab bo'lingandan keyin naketli ustuncha bilan ishlov berib olamiz. Chetlariga istalgan uzunlikda 7-8 buklovga buklab ipimizni tugib olamiz. Xohishga qarab. Mana shu to'qilgan ro'molni ham o'zimizda qizlar shu kursimizda o'qib to'qishgan. Mamlakatimizda masalan faqatgina qish yoki yozda to'qiladigan kiyimlarni kiyishmasdan masalan yana qo'shimcha ishlovlar beriladigan mana dasturxonlar, har xil buyumlarga narsalar to'qish mumkin. Kichkina bolalar ko'tarib yurishi uchun har xil sumkalar to'qishadi qizlarimiz. Bolalar shapkasi 6 ta zanjir olamiz, birlashtiramiz. 3 ta zanjir yuqoriga ko'tarilib, o'sha olgan zanjirlarimizni oralig'iga 12 ta naketli to'qib olamiz, qizlar. 12 ta naketli to'qib, yana birlashtiruvchi ustunchamiz bilan to'qib chiqqan naketli ustunchalarimizni birlashtirib olamiz. Ikkinchi qatorimizni boshlashdan oldin yana 3 ta zanjir ko'tarilib, yuqoriga chiqqanimizdan keyin har bitta naketligimizning orasiga 2 martadan naketli ustuncha to'qiladi. Sxema asosida 6 qator, 7 qator to'qib olamiz. Naketli ustunchada. Keyin yog'iga hamma istagan chokida, xohishiga qarab, istalgan gul chokimizda to'qib kelamiz. Bitgan detalimizga keyingi safar kelganinglarda hammalarga ishlov berishni ko'rsatib beraman.